La och xotin! Xotin! Aha! Bachang qani mollar o'tib bersin. Bu o'g'li zo'ya kirib olib, gupus etib bilib, bu nima qilib turibdi? Chappa qildi voya. O'zingiz keling bad. Jilli bo'ldimi gaya u bacha? Oz borayman uni. Bu bacha ichkarida vov qilib nima qilib o'tdi ekan? Kuchiga ham uya olib kirganmi yo? O'chir muzgan, o'chir. Sen jilli etmang bolalar qaramay nima qilib o'tiribsan? Sen bachani kallangda ishing yo'qmi? Kecha onang ovqat qilaman desa, uyda kosa yo'q. Sen mera kosalar olib kelib, vov qilyapsan. Qilarmi? Olana achkini men gapirib turanda, tushundingmi? Nima qiliq bu? Dada, men DJ bo'lmoqchiman. DJ? Ha. Nima degani DJ? Ana restoranlarda, klublarda muzika qo'yib davran qizdiraman men. Fukku viji. Yig'ishtirib o'ydiraman ro. Qiliqmi shu? O't mollarga qarab acham. Ye, molga qara. Mollarga qanday qararlar. Mana bunda qararlar. Ketdim. Jilli bo'ldi bu bacha. Dadasi. Ha? Qashqara, kuzi qora sanamginam. Qashqara, kuzi qora sanamginam. Sanamginam. Jilli xotin. Jilli bo'ldingmi? Nima qilyapsan bitta gap takrorlab? Ana shu qo'shiq topolmayman dadasi. Ana o'g'ling bor. Jivijik fuku qiladi. Ana shundan so'ra top berash shu muzikani. Ana shu mana. Shu qayerdan topding bacham? Buni Telegramda Telenavo degan bot bor. Shundan topdim. Bunda tekstini bilmasangiz, голосовой qilib tashlaysiz bo'ladi. Tekstni bilsangiz, yozib tashlaysiz ham topib beradi. Hech qanaqa kanallarga obuna bo'ling demaydi. Undan tashqari Instagram, YouTube, TikTok platformasidan videolar kachesini yuklab olsangiz ham bo'ladi. Eng zo'r bot ana shu hozir. Unda qaytib qo'y ham bacham. Qo'yaymi? Mana. Qo'shqora